Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan C disk va D diskni qanday qilib birlashtirib yuborishni o'rganib olamiz. Odatda bizda C disk ko'p holatlarda ma'lumotlar bilan to'lib qoladi va D disk bo'sh qolgan bo'ladi. Shu sababdan ko'pchilikda muammo bu ikkita diskni qanday qilib birlashtirishni bilishmaydi. Shu sababdan bugungi darsda qanday qilib ajratilgan D diskni C diskga qo'shib yuborish, ya'ni joylarini birlashtirishni o'rganib olamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda biz Windows va A tugmalarini bosamiz. Bizda debugging oynasi ochildi, ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerga disk ndmp.msc buyrug'ini kiritamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu bizga disklarni boshqaruvchi oynani ochib beradi. Управление diskами degan oyna ochildi. Ko'rishingiz mumkin, C va D disklari turibdi. Biz maqsadimiz bu ikki diskni joyini birlashtirib yuborish. Mana C diskda 89 gigabayt, D diskda 29 gigabayt joy ajratilgan. Ana endi birinchi navbatda biz bularni birlashtirish uchun post qismiga cmd buyrug'ini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu bizga komandli stroka oynasini ochishga yordam beradi va admin nomidan boshqaramiz. Запуск от имени администратор degan qismni tanlab olishimiz kerak. Mana endi bizga cmd oynasi ochildi. Bu yerga biz buyruqlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Birinchi buyruq shundan iboratki, disk part buyrug'ini yozamiz. Bundan so'ng list disk buyrug'ini kiritishimiz kerak bo'ladi. Va enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda disk 0, ya'ni 119 gigabaytlik disk ma'lumotlar ichida ko'rinib turibdi. Endi shu diskni tanlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun select disk 0 raqamini kiritaman va enter tugmasini bosamiz. Ana endi bu yerga list partition buyrug'ini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, barcha bizda ma'lumotlar saqlashimiz mumkin bo'lgan disklarni ko'rsatib turibdi. Razdel 3 deb yozilgani bizda C disk, ya'ni 89 gigabayt borligini ko'rsatdi. Razdel 5 deb yozilgani bo'lsa, 29 gigabayt joy bilan D diskimizni ko'rsatib turibdi. Bizning maqsadimiz mana solishtirishlik uchun joylari C diskda 89, D diskda 29 gigabayt. Bizning maqsadimiz shu 29 gigabaytlik joyni o'chirib yuborish va uni C diskga qo'shib yuborishimiz kerak. Shu sababdan men razdel 5 ni tanlab olishim kerak bo'ladi. Buning uchun tanlash uchun select partition 5 raqamini kiritaman. Chunki bizning 29 gigabaytlik D diskimiz razdel 5 bo'lmagan turganligi uchun select partition 5 va enter tugmasini bosamiz. Ana endi 5-chi razdel tanlandi. Bu yerdan biz yozishimiz kerak bo'ladigan keyingi buyruq bu delete partition override, ya'ni buni biz udalib tashlashimiz kerak, o'chirishimiz kerak. Shu sababdan delete partition override buyrug'ini yozamiz. Ko'rishingiz mumkinki, bizda 29 gigabaytlik ma'lumot udalik, ya'ni o'chib ketdi. Ana endi biz bu oynani yopishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, D disk to'lig'icha o'chirib yuborildi, lekin hali ham C diskga hali qo'shilgani yo'q. Endi qo'shish uchun C diskni belgilaymiz. Mishka bilan va o'ng tomonini, mishkani o'ng tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan расширить tom deb yozilgan qismini tanlab olamiz. Va dalay tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, qancha qismini qo'shishni kiritishingiz mumkin. Men to'lig'icha D diskda 29 gigabaytni C diskga qo'shish maqsadida bu yerni o'zgartirmayman va yana dalay tugmasini bosamiz. Va готово tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana endi ko'rishingiz mumkinki, bizda 118 gigabaytlik C disk hosil bo'ldi. Tekshirish maqsadida bu yerda ham tekshirib ko'ramiz. To'lig'icha bizda 89 gigabaytlik jami bo'shloq C diskimiz qoldi va D diskni hozirgina C diskga qo'shib yubordik. Bundan ham ozroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.